Dollar ishqibozlari darhol xabardor bo'ling. O'zbekistonda bugun dollar va rubl kursi keskin o'zgardi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra yevro kursi 25,12 so'mga tushdi va 13,892,69 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 2,14 so'mga pasaydi va 164,14 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 14,39 so'mga pasaydi va 11.934,64 so'mni tashkil qildi. Jahonda va O'zbekda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.